Всем assalomu alaykum. Bugun challengeimiz birinchi kuni va biz bugun ramyon tayyorlab ko'ramiz. To'g'ri, sizga aytganman, hech qachon qilib ko'rmagan taomlarni qilib ko'rsataman deb. Lekin ishoning, ramyonni siz hech qachon bu retsept bo'yicha tayyorlamagansiz. Birinchi qaynagan suvga ramyonning lapshalarini solamiz. Shu joyda yangi taxta oldim. Shuni ham aytib o'tmasam bo'lmaydi dedim, to'g'ri tushunasiz. Keyingi ishimiz bu sosiskalarni alohida qovurib olish bo'ladi. Agar sosiskalarni alohida qovurmasangiz, ya'ni ramyon bilan birga tayyorlasangiz, yog'i juda ham ko'p bo'lib ketadi. Buldakni aynan mana shu rozve liniyasida o'zi achchig'ini ichida yog'i juda ham ko'p, shuning uchun men sosiskalarni alohida qovurib oldim. Bu orada ko'rib turishingiz mumkin, ramyonimiz qaynab chiqdi. Qaynab chiqqandan keyin qovurilgan sosiskalarni ikkinchi tarafini qizartirib oldim. Achchig'ini juda ham kam soling, ehtiyot bo'ling, men qilgan xatoni takrorlab qo'ymang. Juda ham achchiq bo'lib ketar ekan. Keyin sosiskalarni ramyonning ichiga o'tkazib olib, ikkinchi pripravasini soldim. Negaki, sosiskaga ham pripravani ta'mi o'tgandan keyin ishonavering juda ham mazali bo'ladi. Hammasini tayyorlab, aralashtirib olganingizdan keyin sir solishingiz kerak. Bunga pitsan zerini ishlatdim. Negaki, juda ham tez eriydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir o'zi xona haroratida, unchalik issiq bo'lmasa ham erishni boshlagan. Bundan foydalangansiz 3-5 daqiqa ichida erib o'zi tayyor bo'ladi. Mana shu joyda yaxshi ola olmadim, negaki bir qo'limda taxta, bir qo'limda kamera bor edi. Hammasini joylab chiqib, ustiga qizil piyozni qo'yib 3 daqiqaga qoldirdim. Ko'rishingiz mumkin, rezultat juda ham yaxshi chiqdi. Sirlari cho'zilib, ta'mi ham zo'r chiqdi. Faqat achchig'i sal ko'p bo'lib ketibdi. Endi navbat degustatsiyaga. Ta'miga keladigan bo'lsak, birinchi shirin maza beradi. Undan keyin achchiqroq o'xshagan bo'lsa, kommentariyada